Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana quyonxonamizni sekin bo'shatish harakatini boshladik. Ha, toyim? Nima deysan? Yaxshi. Ha, shuncha narsani olib chiqish kerak. Yaxhi, bu yerda hazilakam narsa. Bu yerda kamroq ko'ringani bilan, lekin juda seryozni narsalar bor. Ko'pda. Xullas, hali bilan joylashtirish kerak. Nimadan boshlaymiz, toyim? Uni plastmassalardanmi? Bo'ldi, kelishdik. Mashinadan boshlaymizmi? Bo'ldi, mashinadan boshlab, keyin bo'tlarni chiroyli qilib bitta remont qilib, asvejet qilib, sekin issiqini joy qilib, Eshik qo'yamizmi ular? Ha, eshik обязательно qo'yamiz, maytga eshik qo'yamiz, отопление qilamiz. Tak, ko'rib guvoh bo'lib turasizlar. Xudo xolisa, bismillah deb boshlaymiz.